Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xo'sh, navbatdagi mebelning sorti jarayoniga kelganmiz. Namangan, Yangiqo'rg'onga. Xo'sh, mebelimizni mana kafeli o'rnatyapmiz. Kafel devorga yopishtirasizlarmi deydiganlar uchun bizga devorga yopishtirgan, dispga yopishtirilgan holat bo'ladi. Mana shu yopishtirilgan holat. Mana bu qo'yyapmiz mana. Tagidan shuruplandı. Hozir mebel bunaqa ustuni bo'ladi. Shuni bu tarafga qo'ygandan keyin ham pastidan ham yonboshlaridan shuruplanadi. Tepadan shuruplanadi. Buni hisobiga bitta butun holat olib ketib qoladi, turaveradi. Qo'shimchasiga devordan berib qo'yamiz kattaroq ishlarga. Chunki katta bo'lganligi hisobiga o'rtasiga yetmasligi uchun biz devorga yopishtiramiz. Faqat mana shu holatda bo'ladi. Displey holatida. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelimiz ustonovka jarayonini tugatdik. Xo'sh, bu mebelni Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Iskobod qishlog'iga ustonovka qildik. Mebelimizning общий joyi 6 metr, balandligi 225 holatda bo'lgan, kir mashina borligi hisobiga pasti 90 bo'lgan. Tepasi 70 eshik, qoshlari bilan 75 holatda bo'ladi. Kafellari mebelning ichida 2 million 100 ming so'mdan bir pagana metri общий 11 million 300 ming so'mga bo'ldi. Xo'sh, bu yoqda final qilingan polkalari bor. Final odatda tagidan ham kattaroq bo'ladi. Vakuumli. Xo'sh, mikrovalnovka tagiga azetkasini qo'yib ochib qo'yib ketdik. Buni vakuum holatda hammasida, mo'ykadan tashqari hammasida polkalari bo'ladi. Tag qismida ham, tepasida ham. Bu yoqda suv shurkasi bor. Mebel ichida, xullas to'rtburchak mo'ykasi ham, bu ham, bular ham mebel ichida bo'lgan. Qatnusimiz bor. Vakuumli bular ham. Bu yoqqa kir mashina joylashib ketgan. Taxchamiz bor. Ulardan polkalari bor. Qo'shimchasiga devordan urib qo'yganmiz. Bu yoqda gaz, duxovka, tayyor. Biz buni orqasini ochib qo'ydik, bu yoqdan chiqib ketadigan bo'lgan. Kesib qo'ygan joyimizdan chiqarib oladigan bo'ldi. Xo'sh, Aradeniy tepasida Ariston bor. Ariston bo'lib ketilgan. Xo'sh, Aristonni ham tepa tarafdan bu devorga ham bu yoqqa ilib qo'yganmiz. Ammo tag qismini chiqarib, tagini tozalasa bo'ladi. Aradeniy olib turgan holatda. Yana joyiga qaytarib solib qo'ysa bo'ladi. Xo'sh, Soyuz firmasining stolishnicasi matoviy bilimsullari bor. Alyuminlari bor. Bu o'rta stikka ham qo'yib ketganmiz alyumin. Xo'sh, tagida temirni o'sha qo'shimchasiga laminat bilan yopilgan. Xo'sh, kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar. Hozirgi kunda 10 kun atrofida ustonovka qilib o'rnatib beramiz.